Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan Sadoqatdagi traktor texnikalar do'konimizda hozir birma-bir har bir traktorlarimizni ma'lumoti hamda narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. To'liqroq ma'lumot uchun pastda telefon raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Birinchi bo'lib obzorimizni qo'shimcha agregatlarimizdan boshlaymiz va birma-bir har bir traktorimizning narxlari va ma'lumotini qisqa qilib aytib o'tib ketamiz. 150 lik Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskoy jatkalarimiz kelgan universal. Narxlari $1100 dan qilib beramiz akalar. Bizni kuzatib keladigan akalarimiz uchun eng oxirgi narxlari bu. Komplektda har bir narsalari bor. Kardallari, insholari, ramalari, nasozlari hamma yo'q qo'shib beriladi. Xo'sh, traktorlarimiz 11.05larimizda 2025-yil, lekin eski partiyadagi traktorimizda narxi 25.500.000 so'mdan 24.400.000 so'mligi ham bor va yangilangan varianti 26.500.000 so'mligi ham bor. Xo'sh, 11.35larimiz 47 million so'mdan. Bular ham Zubir 42 million so'mdan 11.25larimiz. Bu traktorimiz ham 11.35 traktorimiz bo'ladi. Narxi aytganimdek 47 million so'm. Ikki korpusli Zubir puluklarimiz bu 2 balon hamda 4 balon Zubirlardan 11.05 gacha tushadi. Narxi $100 dan bo'ladi. Ikki korpusli oddiy puluklarimiz narxlari $190 dan 180 lik yasama chizillarimiz kelgan narxi $300 qilib beramiz oxirgi narxlarni. Xo'sh, traktorlarning narxini aytishda davom etamiz. 304 traktorimizda eski partiyasi 85 million so'mdan va boshqacha ko'rinishdagi 304imiz 85 million so'mdan. 11.05larimiz aytganimdek 25.500.000 so'mdan 42 million so'mdan 11.25larimiz. Navbatdagi traktorimiz 250 torlarimizda oldingi partiyadagi varianti 3 portion 25 ot kuchli bo'ladi. Narxlari 70 million so'm. Albatta hamma traktorlarimizda kami bor. 300 torlarimizda oldingi partiyadagi varianti narxi 85 million so'mdan. 250 torlarimiz yangi partiya bo'ladi bular. Bartavoy katta korobkali ko'rinishdagi traktorimiz. Narxlari 110 million so'm bo'ladi. Albatta kami bor bu traktorlarimiz. Sportchi 25 ot kuchli bo'ladi. Nega ot kuchi kam lekin qimmat desalaring, Bartavoy variantda katta korobkali avtomat korobka bo'ladi. To'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. 300 torlarimiz 115 million so'mdan, bu ham Bartavoy variantda bo'ladi. Hammasini kami bor. 400 torlarimiz 95 million so'mdan. Bu ham oldingi partiyani traktorlari bo'ladi. 4 portion 40 ot kuchli. 500 torlarimiz 100 million so'mdan. Bu ham oldingi partiya traktorlarimiz. 4 portion 50 ot kuchli. Ma'lumoti qiziq bo'lsa bemalol telefon raqamlarimizga bog'lansalaring bo'laveradi. 3 korpusli diska puluklarimiz sinovdan o'tgan, ishonchli, traktorga nagruzka bermaydigan puluklarimiz. Narxi $800 qilib beramiz oxirgi narxlarini. 2 korpusli aylanma puluklarimiz, bular hammasi zavodskoy Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Narxi $900. 400 torlarimizda Bartavoy varianti 120 million so'mdan oxirgi narxlari. Mana shu ko'rinishda ichki Bartavoy avtomat korobkali. Bu traktorlarimiz ancha ham baquvvat qilib ishlangan bo'ladi akalar. 4 portion 40 ot kuchli. Bu traktorlarimizda hammasi 60-70 agatlarda yuradi. 250 torlarimizda mini varianti kelgan. Buni ma'lumotini ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun 3 portionli 25 ot kuchli injektor motor bilan jihozlangan bo'ladi. Salarkaga harakatlanadi. To'rtala balonlari ham birday tortadi
Rollar gidravlika holatda bo'ladi. Faqat bir xil lagatda narxi 68 million so'm qilib beramiz oxirgi narxlarini. 350 torlarimiz kelgan, 4 porshilli 35 ot kuchli bo'ladi. Narxi 118 million so'm bo'ladi akalar. Bu traktorimiz ham 350 tor modelli traktorimiz hisoblanadi. 300 torlarimizning narxini aytdik. Kombaynlarimiz qoldi. Kombaynlarimizda begzilli varianti kelgan. Narxlari 75 million so'mdan kami bor. Sholi bug'doy uchun mo'ljallangan mini kombaynlarimiz. Salarkali varianti esa 68 million so'm bo'ladi akalar. Manzilimizni yana bir bor aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan, Patr bozorida 4-5 kilometr teparog'ida mana shu Pereval yo'lda joylashgan bo'ladi. Kimga qanaqa texnika qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 94lik